Assalomu alaykum hammaga. Bizni bugungi navbatdagi grammatik qo'shimchamiz bu "e-ye-yo" va "ye-yo". Bu grammatik qo'shimchamizni endi ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu qo'shimcha imnidaning norasmiy shakli ekan. Imnida bor edi-ku, ot kesimlik qo'shimchasi. Bu imnidani norasmiy shakli bo'lib, ot kesim qo'shimcha vazifasi keladi. Gap fe'l bilan tugamagan holatda albatta bu qo'shimcha oxirgi so'zga qo'shiladi. Man, san deb tarjima qilinsa-da, tarjima qilinmaydigan holatlari ham bor. Xo'p, unda biz so'zlarda qanday qo'llanishini ko'rib o'tamiz. So'zga qo'shilishi, agar so'z undosh bilan tugasa "e-ye-yo", unli bilan tugasa "ye-yo" qo'shiladi. Misollar bilan buni mustahkamlab ketamiz endi. Birinchi misolimiz: "Cho saram irimi Nanaye-yo". Onavi odamning ismi Nana. Nana bu yerda unli bilan tugayapti, shuning uchun "ye-yo" qo'shilyapti. Ikkinchisi: "Stiven mi국 saram이에요". Stiven amerikalik inson. Bu yerda saram m harfi bilan tugayapti, shuning uchun "e-yo" qo'shilyapti. Uchinchi misolimiz: "Stiven은 학생이에요". Stiven talaba deyapti. Hakseng so'zi ham undosh bilan tugaganligi uchun bu yerda "e-ye-yo" qo'shilyapti. Oxirgi misol: "Chonim Temurbek이에요". Men Temurbekman. K harfi bilan tugayapti ismim oxiri, shuning uchun "e-ye-yo" qo'shiladi. Bu grammatik qo'shimchamiz juda oson va bu grammatik qo'shimcha haqidagi barcha ma'lumotlar shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.